bizlarni doktorimizni topdik YouTube'dan. Bu yoqqa ixlos qilib keldik. 1 yil ichida mana yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Ko'zlari joyiga kelib qoldi, qo'l-oyoqlari ishlaydi, Xudoga shukr, harakatlari bor. Boshi 54 sm kattarib ketdi. Tanasi 6 oyligida bolam 3 kilo 200 gram edi. 6 oylik bola 3 kilo 200. Tanasi jussasi o'smasdi, faqat boshi o'sardi. Hozir mana 1 yosh va 5 oylik, 1,5 yosh. Tanalari yaxshi rivojlanyapti, boshi o'smayapti. 7 oy bo'ldi, boshi umuman o'smaydi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi, tengdoshlariga yetishyapti, faqat boshi og'irligi uchun boshini ko'tara olmaydi. Qo'l-oyoqlari, harakatlari yaxshi, ishtahasi, ichki kelishi, hammasi sog'lom boladek rivojlanib, yaxshi o'zgaryapti. Ilgari qanaqa edi bu yerga kelishinglardan oldin? Bu yerga kelishimizdan oldin ichki emasdi. Har kuni dori bilan klizma yo'li bilan ichini keltirardik. Ovqatlarni hazm qilmasdi. Zont orqali ovqatlantirardik. Faqat sut ichardi. Keyin ko'zi qorachig'i yo'q edi. Ko'zi pastga qarab ketardi.